Nima uchun issiq kunlarda suv bilan qurut iste'mol qilish kerak? Issiq kunlarda juda ko'p suv iste'mol qilinsa ham, hattoki oshqozon suvga to'lib ketsa ham, chanqoq hissi qolaveradi. Buning asosiy sababi shundaki, issiq kunlarda terlash orqali tanadan nafaqat suv, balki mineral moddalar ham oz miqdorda natriy, kaliy va boshqa elektrolitlar yo'qotiladi. Natriy tuzining roli natriy tananing hujayralarida suvni ushlab turishga yordam beradi. Natriy yetishmovchiligi suvni yetarlicha ushlab tura olmaslikka olib keladi va chanqoq hissini kuchaytiradi. Shuning uchun ko'p suv ichilganda ham chanqoq hissi saqlanib qolishi mumkin. Bu holatni oddiy yo'l bilan bartaraf etish mumkin. 1 litr ichimlik suv bilan 1-2 dona qurutni birga iste'mol qilish tavsiya etiladi. Eslatma, qon bosimi baland bo'lganlar, gipertoniklar uchun tuzsiz qurutni me'yorida iste'mol qilish mumkin, lekin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.